Assalomu alaykum. Seul, Janubiy Koreya. Bugun sizlar bilan Janubiy Koreyada yoki butunlay chet elda o'qish haqida biroz qisqacha aytib gaplashib o'tamiz. Shaxsan o'zim Koreyaga 2017-yil kuzida kelganman. Bu yerga kelib joylashgunimcha taxminan $6000 sarflangan. Bu 2017-yil holatiga ko'ra $6000 va undan oshiqroq. Lekin hozirda bu narsa qimmatroq va bundan ham ko'p sarflab kelayotganlar bor, lekin yo'l yo'rig'ini bilib bundan-da oz sarflab kelayotganlar bor. Bu endi sizni yo'nalishingiz, til bilishingiz, qaysi universitetga joylashishingiz, universitetda o'sha rankingi bo'ladi, shu narsalar, bu juda ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Meni holimda universitetda faqat bizdan oldin bu yerga kelgan odamlar orqali eshitib, tanish bilishlardan shunday bo'lgan. Bilasizlar, ko'pchiligimizda shunday. Universitet asosan chet ellik talabalar ko'pligi uchun biz uchun biroz moslash yaxshi bo'lgan va o'zimiz O'zbekistondan ham odamlar juda ko'p bo'lgan. Bu ham albatta yaxshi bo'lgan. Lekin ko'proq chet elliklar bo'lsa, bu bundan ham boshqacha, menimcha ko'proq har xil do'stlarni orttirib, gaplashib, o'zlaringizni dunyoqarashlaringiz kengayishiga bir katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Endi sizlar agar chet elda o'qishni, ishlashni niyat qilayotgan bo'lsanglar, albatta birinchi bo'lib yo'nalishlarda aniq bir o'tirib, bir chuqurroq o'ylaninglar. Chunki shu yo'nalishda ketishingiz, shu yo'nalishda bir mukammal bir odam bo'lib yetishib, yaxshi ishga kirishingizda bu yo'nalish va sizni o'sha yo'nalishga bo'lgan qiziqishingizni o'rni katta bo'ladi. Menda shu biznesga shunchalik o'sha paytda endi ko'pchilik biznes o'qiyapti deb, menda ham shu biznes o'qiyman, biznesmen bo'laman deb turib shu narsa bo'lgan. Va yaxshi, hozir kelib o'qib, o'qishlarni tugatib, ishlab hammasi bo'lyapti, Xudoga shukr. Lekin asosan O'zbekistondan kelsanglar, ko'pchiligimiz albatta ingliz tili bilan kelamiz. Ingliz tili bilan kelgan taqdirda albatta natijani yaxshilanglar, chunki bu sizlarni ko'proq scholarship olishlaringizga yordam beradi. Keyingi o'rinda qaysi davlatga boryapsizlar? Aytaylik, Koreyaga kelyapsizlar. Demak, koreys tilini ham biroz bo'lsa-da o'rganib kelinglar, chunki bu yer men Koreya bo'lgani bilan ko'proq rivojlangan davlat bo'lgani bilan ko'proq koreys tilida gaplashasizlar, chunki bu ularning tili, madaniyati va hamma narsasi. Shuning uchun koreys tilini biroz bo'lsa-da o'rganinglar va bu yerga kelib yana davom ettirib, bu sizlarni tezroq ko'nikib, moslashib ketishlariga yordam bo'ladi. Hozir kun biroz isib qolgan, bahor 18-aprel. Shuning uchun biroz videoda quyosh tushishi mumkin. Hozir kutubxonaga ketayotib, yo'l-yo'lakay video olib ketyapman qisqacha. Endi keyingisiga o'tamiz. Bu yerga kelib ko'pchiligimiz kechki smenada ishlaymiz yokida vaqtinchalik bir kunlik ishlar qilamiz. Aytaylik, kechki smena ham, aytaylik, pochta tekberiladi. Bunga ham odamlar, o'quvchilar va o'zimiz ham ko'p chiqqanmiz. Agar sizda ham shunday holat bo'lmasligi uchun baribir chiqmanglar demayman, chunki baribir odam har xil narsalar tajriba qilib ko'radi. Agar chiqadigan bo'lsanglar ham bu narsada ko'p qolishlaringizni tavsiya qilmayman, chunki bu sizlarni kelajakda o'sishlaringizga biroz yo'llaringizni to'sishi mumkin. Shuning uchun agar iloji bo'lsa shu birinchi universitetda ikkinchi yilida biroz pulni ham qilinglar, ozgina, lekin albatta o'zlaringizni self development va universitetdagi GPA baholaringizni yaxshilab tezroq ko'tarishlaringizni tavsiya qilaman. Chunki bizda bitta narsa bor, shaxsan o'zimda ham bo'lgan, universitetda
bitirganimdan keyin aynan o'sha bitiruv kechasida men shu paytgacha nima qildim, endi qayerga ishga kiraman, bundan keyingi qadamlar qanday bo'ladi, shu narsa haqida juda bosh qotgan. Bu juda xato narsa aslida, chunki men o'shani bitta men emas, juda ko'pchiligimizda bo'ladi. Aynan bitiruv paytiga juda ham yaqinlashganda o'ylaymiz, agar biz oldindan qaysidir skilllarni biron joyga ishlamoqchi bo'lsak, o'shanga tayyorgarlikni ancha oldindan boshlasak, biz albatta diplomimizni qo'lga olishdan oldin albatta ishga joylashib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Bu yana bitta bunga bog'liqlik narsa, bu atrof muhit. Bu yerga kelganingizdan keyin albatta o'zingizga aytaylik atrofingizdagi odamlarga juda ham aytaylik ehtiyot bo'lib odam tanlashda, chunki atrofdagi odamlar siz atrofingizdagi odamlar yaxshi o'qiydigan, haligi talabchan, ko'p narsaga ishtiyoq bilan yondashadigan shunaqa odamlar bo'lsa, siz ham ulardan biri bo'lasiz. Agar teskarisi bo'lsa, yana o'shalarga o'xshab qolasiz. Baribir qaysi guruhga qo'shilsangiz, o'sha guruhdan siz bir namuna olasiz va o'zingizda ham shu narsalar bo'ladi. Albatta shu yerga kelganda do'stlashishda, kimlar bilan do'stlashishda juda ham e'tiborli bo'linglar. Bu kelajaklaringizga albatta ta'sir qiladi. Hozirda Koreyada ham chet ellar juda ko'p, lekin ishchi aytaylik, ish topish, aynan kompaniyalarda ish topish o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor va bu yildan yilga yana ham qiyinlashib boryapti. Chunki nafaqat odamning ko'payishi, AI'ning rivojlanishi, har xil narsalar, har xil omillar bunga ta'sir ko'rsatyapti. Agarda ishga kirishda qiynalmay desanglar, oldindan harakat qilishlaringiz kerak. Chunki aynan oxirgi bitirish paytidagi bu boshda og'ritib o'ylanish, bu juda noto'g'ri narsa. Boshdan o'tkazgan odam sifatida buni aytyapman. Shuning uchun oldindan faqat Koreya emas, Koreyani ham o'ylaylar, lekin Koreyadan tashqarida yana aytaylik UK bor, Germaniya bor, hozirda Avstraliyaga ham juda ko'pchilik ketyapti. Shaxsan o'zimda ham qiziqish bo'ldi. Kanadani ham yaxshi va yomon tomonlari bor. Albatta borishdan oldin qaysi davlatga borishdan oldin bu haqida o'ylaninglar va undan tashqari yana bir narsa, har bir davlatga borganlaringizda o'sha davlatda bir o'zini scholarshiplari bor. Universitetga topshirganlaringizda aytaylik Koreyada GKS bor va undan tashqari scholarshiplar bor. Bu degani siz 4 yil davomida sizni universitetingiz shu tekin bo'ladi, qanchadir scholarship olasiz, ya'ni pul beradi sizga. Kontrakt to'lamaysiz. Undan tashqari va shu yerda bu degani ishlash mumkin emas. Bu degani endi balki ba'zilar ishlaydi, noqonuniy ishlaydi. Endi ko'pchilik student o'zi noqonuniy ishlaydi. Ushalib qolmasangiz, ushalib qolgan taqdiringizda hamma narsa kuyadi va qaytarib yuborishadi. Shuning uchun shu GKS, shunga o'xshagan scholarshiplar qilsanglar, faqat 100% o'qishga fokus qilasizlar. O'qishdan agar yaxshi GPA, hamma narsa yaxshi bo'lsa, kerakli skilllar hammasi bo'lsa, bu degani siz katta bir kompaniyalarga kirish ehtimoli yanada oshadi. GKS ham hozirda meni bilishim bo'yicha bir yilda 13 ta odam oladi. Prosta bunga albatta qatnashib, buni ham sizlar topshirib ko'ringlar, chunki shu 13 ta odamdan bittasi bo'lib qolishlaringiz mumkin. Bundan tashqari har bir, masalan, Finland scholarship, Germany bor. O'sha Germaniyaning o'zining scholarshiplari bor. Hamma davlatda scholarship bor, albatta. Chet elliklarda haligi yaxshi talantlarni shunday qabul qilib oladi va bu yerda oilaviy sharoitingiz, haligi aytaylik maqsad, o'sha topshirsa maqsad, shunday xatlarni to'g'ri, yaxshi yoza olishlaringiz juda katta rol o'ynaydi. Agar bunga qo'shilib qolsanglar, albatta bu yana bitta sizlarning omadingiz, baxtingiz, uydagilaringiz baxti, chunki unaqa ko'p pul sarflamaysiz. Ayniqsa bunaqa scholarshiplar ko'pi sizni hatto samolyotga biletlaringizgacha shu chiqimlarni qoplab beradi. Bu juda katta yutuq bo'ladi deb o'ylayman. Va albatta har xil omillarni shunday omillarni hisobga olib topshirishlaringizni maslahat beraman.
Bu shunchaki hozir kutubxonaga kelayotgandim, yo'l yo'lakay qisqa video qilgim keldi. Chunki hozirda shunday miyada shunday narsa shuni kechga qoldirmay hozir qilib qo'yay degan narsa bo'lgandi. Shunday video, qisqacha video oldim va bunda xudo xolasa to'liqroq video qilib shu Koreya haqida yana bitta to'liqroq video olib qo'yishga harakat qilaman. Hozirda aynan kuzgi semestrga topshirayotganlar, 2026 kuzgi semestrga topshirayotganlarga omad va har xil shunday narsalarni, omillarni o'ylab, qaysi davlatga borishlaridan qat'iy nazar faqat omad tilayman va shunday chuqur o'ylanglar. Chunki bu sizlarni kelajaklaringizga juda katta ta'sir qiladigan narsa. Shu hammaga tomosha uchun, shuncha payt kuzatib kelayotganlar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.